Qadrli talabalar, hurmatli ustozlar, bugun sizlar bilan Ayiq polvonlar bog'chasi asari bilan tanishamiz. Demak, asarimizda mi bemol majorligida yozilgan 3 ta bemolimiz bor. Demak, oldin solfejo qilib beraman asarni. Mi, si, mi, fa, sol, mi. Demak, fa'da nuqtasi bor. Nuqta bilasizlar, yarim barobar so'zini uzaytiradi. Mi, si, mi, fa, sol, mi. Si, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, si, mi, fa, sol, mi. Si, do, si, la, sol, fa, mi. La, mi, la, si, do, la. Si, do, si, la, sol, la, si. La, mi, la, si, do, la. Si, do, si, la, sol, fa, mi. Si, mi, sol, fa, sol. Si, la, sol, fa, mi. Si, mi, sol, fa, sol. Si, la, sol, fa, mi. Endi qo'shiqni so'zlarini qo'yib, kuylab ko'ramiz. Bizning o'rmon bog'chamiz, daraxtzoru keng o'tloq. Bizning o'rmon bog'chamiz, daraxtzoru keng o'tloq. Qo'l ushlashib barchamiz, qo'shiq kuylaymiz quvnoq. Qo'l ushlashib barchamiz, qo'shiq kuylaymiz quvnoq.